Çap tarafından insult olganman. 200 yillik davleniga chiqib ketuvdim. Davlenlarimni azmana tushirib xursandman. İşlamagan joyda ham ishlatib beradi, yaxshi, rahmat bariga. Men Alibekov Sunnat. Zarb rayoni Toshkentga turaman. Birinchi o'g'li Ahmed bilan qo'lda Toshkentda kishi oldin davolanganidan oldin Toshkentga izlab bordim. Yoqda bu yoqqa kelgan ekan. O'zimiz Jizzaxga kelib qo'yibdi. Arkasından izlep geldikse endi nima qilamiz. Chap tarafından insult olganman. Davlenim juda katta yuradi. Davolanishi yaxshi. Mana 3 kunda 150-60 ga tushirib berdi. 200 yillik davleniga chiqib ketuvdim. Davlenlarimni azmana tushirib yaxshi xursandman. Bir kunda 10 ga yaqin muolajani qilyapti. TMS, NMG, yura massaji, ignoterapiya, fitness klublar bor ekan, juda yaxshi. İşlamagan joyda ham ishlatib beradi, yaxshi, rahmat bariga. Doktorlar joylari ham, o'zlari ham yaxshi, ular qo'rqar ham emas. Bemalol kelib davolanishlaringiz mumkin. Boshqa institutga chalingan bemorlar bo'lsa hammasi bemalol kelishlarini olayman. Shifosiz zo'r. Kesalaringiz bemalol bo'ladi, hech o'ylanmasdan.